Yangiobod tuman hokimligi majlislar zalida hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda respublika va viloyat darajasidagi dolzarb masalalarni hal etish, hududlarga amaliy yordam ko'rsatish hamda istiqbolli rejalarni belgilash masalalari keng muhokama qilindi. Yig'ilishga Jizzax viloyat hokimining moliya, iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari Zafar Azimov raislik qildi. Tadbirda viloyat hokimining o'rinbosarlari, boshqarma va tashkilot rahbarlari, Yangiobod tuman hokimi Ibrohim Qarshiboyev, tuman hokimi o'rinbosarlari hamda tegishli tashkilot va idoralar vakillari ishtirok etdi. Yig'ilish davomida Yangiobod tumanida amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar holati tahlil qilinib, mavjud muammolar yuzasidan ma'ruzalar tinglandi. Jumladan infratuzilmani yaxshilash, aholi bandligini ta'minlash, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, yangi ish o'rinlarini yaratish va byudjet daromadlarini oshirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar muhokama etildi. Shuningdek, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish uchun aniq taklif va tavsiyalar ilgari surildi. Har bir yo'nalish bo'yicha muammolar qayd etilib, ularning yechimiga qaratilgan vazifalar belgilandi. Mazkur yig'ilishda ilgari surilgan tashabbuslar va qabul qilingan qarorlar Yangiobod tumani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatishi kutilmoqda.